Mart tugayapti, parrandalarim tuxumga kirmadi degan savollar bo'lgan. Lekin o'zim o'rdaklarimga nima pishirib berayotganlarim, ratsionlarni bitta-bitta bo'lishaman. Makka, tuxum, sholg'om va qizilcha. Kalsiy. Semun emas bu. Rangi semunga o'xshaydi. Kalsiy. Libboy vet-aptekada sotadi. Libboy. Kalsiy обязательно. Tuxumini yeb qo'yishi mumkin-da. Ko'p holatda tuxumini yeb qo'yadi bular. Kalsiy kamligidan. Kalsiy. Qoch. Asosiysi sovzi. Qoch. Sovzi yuvilish kerak, yuvilish shart. Hozir suv rasm bo'lib ketadi. Bularni hammasini pishirib beramiz. Bu sovzini ikki xili bor. Hozir bo'lib sovzilar arzon. Bu yana ham arzoni. 700 so'm, 600 so'm turadi bu narsa. Ikkinchi sort, uchinchi sort deydi. Sholg'om endi o'zi arzon narsa, qizilcha ham juda qimmat narsa emas. Ko'p to'rg'almaydi bundan. Makkani iloji boricha grabelkadan o'tkazish kerak. Bitta makka bug'doyni pishiramiz, bitta sovzi, shalg'am, qizilchani pishiramiz. Kartoshka bo'lsa, kartoshkani savorsiz bo'laveradi. Zo'r bo'ladi. Ular agarotda birorta bir ko'katni o'sish bermayapti. Shuning evaziga sovzi, shalg'am va qizilcha endi qon aylantirishga juda zo'r effekt beradi. Eng samarali vitamin desak ham bo'laveradi. O't yo'q. Ya'ni odam bo'yi bo'lib o't o'sardi. Bitta chiqish bermayapti. Shuning uchun kimda ham shunaqa o't yo'q bo'lsa, aynan parrandalarga foydali. Shalg'om обязательно. Bu insonni immunitetiga ham rosa foydali-ku. Hayvonga ham jicha berib qo'ysak, bu yemish o'zi bir tayyorlagani 300 kilolik qozon tayyorlansa o'zi bir necha kunga yetadi. Endi o'rdakni, parrandani hajmiga qarabda. Atak men kichikroq tayyorlayman. Bir martalik ko'rsatishga kattaroq qozonni tayyorlanadi odatda. Bir haftada 3 marta bersa o'zi yetarli. Qon aylanadi, vitamin bo'ladi. Qizilchani savorish shart emas edi, mayli. Ishni ko'paytirmaymiz-da, birola borch qilib beramiz bularga. Qizilchani ham savor olaylik. Bu qushlarga ham beraman bu qizilchani. Qon aylanishiga asosan testosteroniga foydali-da. Xo'rozlarimiz. Albatta tuz. Qizilchani yuvish esimdan chiqdi. Samolyot haqiqiy. Doimiy ravishda aralashtirib turishga tayyorga olib o'ladi bo'lmasa. Suv kamayganda suv quyib qo'yish kerak. Vodka sifat o'tib ketadi, bo'lsa pashag'i chiqadi. Bu atalamiz pishgandan keyin ikkovidan oz-ozdan qilib, albatta suvidan ham quyish kerak. Kamlik o'rma aralashtirib beraman men odatda. Kepa emas. Kepa o'rdalarga ziyon yetkazib qo'yapti. Ya'ni tovuqlar qanaqa yeydi bilmadim-ku. Kepa o'rdalarga ziyon yetkazyapti. Ko'pchilikda eshitganman bu narsani. Albatta keyin kalsiy. Libboy aptekada boya aytib o'tgandek kalsiy bor. Kalsiyni ozgina sevib berib, aralashtirib berasiz. Xudo xolasa tuxumini ham yemaydi. Tuxum rivojlanishiga ham ancha foyda bo'ladi, xudo xolasa. Hidi boru, men ham ishtaham ochiq o'ryapti. Ayniqsa mana sho'rvamizni hidi вообще.
To'polonchi. Oh, xil-xillab ketganini ko'rsangizchi buni. Voy maşallah. Bismillah. Oh. Butqamiz ham butqa bo'pti-da. Bismillah. Qarang, 7-8 kilo makka va 15 kiloga aylanibdi shekilli menimcha. 2 barobarda qozonimiz to'lgan. Haqiqiy sho'rva bo'pti-da o'zi ham. Shalg'amlari ham erib ketgan, voy. Tuxum chaqib olamiz dedim. Bir xilgisi tovuqning tuxumi, bir xilgisi o'rdak tuxumi. Ana sizga testosteronoviy ovqat. Parrandalaringizga. Aytilgan kalsiy. Oddiy aptekada sotadigan kalsiy. Shunchani olib solinsa bo'ldi. Issiq yemay turish. Bu prinsipi shu holat. Yemda hidi ham bor. Ishtahani ochib yuboradigan-da. Bitta sovigandan keyin beramiz. Salomat bo'linglar. Ismim Sherzod, Instagramda shaharlik fermer akkauntini yurgizaman. Ko'proq videolar Instagramda albatta. Yoqqan bo'lsa, bitta bahoni berib berasiz. Podдержка sizdan.